Eqdamaz, huquqiy chiqartmashima. Sanma? Rostini aytsam aka, ertalab turib sigaret chakib siyishni yaxshi ko'raman. Yo'q, yetmayapmanmi? Ha. Media sohasidan. Gapni juda zo'r ko'taraman-da, ishonsizmi? Men urishib tashlasanglar boru, xafa bo'lib o'tirmayman men. Tualetga kirib shuna gapinglarni chichib yuboraman bo'ldi. Ana aka, rasmlaringizgacha bo'yimga qo'yib qo'yganman. Qarang. Hazil huzursiz aka. Men bildim, sen o'shanikisan. Men bildim. O'shanikisan. Yo'q. Men bildim. Sen Sumurovga o'xshaysan. Qo'yaydi, maynamoshchilik qilmaylik. Bo'ldi, keling o'tiraylik. Hayvon kuzatadigan narsalarni bilasiz. Hayvonni ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Ovozini nega o'xshatib bera oling? Yaxshilab eshitmayman keling. Ya, aka, men tushundim. Eshiting. Men hazillashayotganim yo'q. Hurmatingizni qilib, normalni gaplashilyapsiz bilan, to'g'rimi? U mazini qochirib qo'yaman hozir bola. Unaqa gaplashmang ham. Aka yaqinroq keling. Nima? Yo'q, gapim bor yaqin. Gapiravur shunda. Yo'q, aka kel. Hozir og'zingizga chichib tashlang. Figa chiqasan, sen mazini qochirib tashlayman mana shu. Aka, Chaqdamaz, huquqiy chiqartmashima. aka. Nima uy? Figa chiqasan. Shunda tashlayman. Sanma? Gaplashma, mazini qochirib tashlayman mana shu. Aka hazillaydi, aka, o'zi hazil. Og'ayning ham hazillashasan. Yo'q, og'aynim emassan, cho'rt bo'ldi, jim hazil. Mazini qochirib tashlayman. Mana telefoningizni berib turing, aka, qizim yozib borlik. Sen miya joydami? Qizim aytibdi, Sumurovlar qanaqa ashula eshitadi? Ham mazini qochirib qo'yaman. Ozodbek Nazarbekov, uyg'on o'g'lim. 1 sekundda chiqarib berdi, ko'rasizmi? Ichi 8 zikansda siluetli effektlari bor. Siz siluet variantini eshitib ko'ring. sen menga qizim yedib olding. Qo'shsan. Yana bunda Instagram, TikTok, Facebook bormi sizda? Hop. O'shanda любой videoingizni MP3 skачать qilsangiz bo'ladi. Eng muhimi, Vespachka, buni nomi Savet Instabot.